yaxshi-da. Qovog'imni ko'rding? Ha, ko'rdim, chiroyli bo'lib o'sib ketibdi. Mana shu suv quyib qo'yaylik. Yaproq peshinda suv quymaydi-yu, mayli endi. Suv quyib qo'yaylik. Qizg'anasi chiqib qoldi-yu. Nima bilasan, tandingmi mana? Ha. Nima bu? Lekin qo'rqinchlik. Ya qo'rqinchlik emas, qo'y ekan, qatdan kelib qoldim, kuchuklar. Kelganmi, yo men chopilganda teydan chiqib qolgan shekilli. Qara, bitta ham anaqasi yo'q ekan. Sutemizuvchi bo'lsa ham kariysi yo'q ekan. Qoyilmisan? Tishlar zo'r ekan. Qatori, men pastki qatori katta qizuv nasib beraman. Ana unda yaqindacha mana shu echki, qo'ylar anaqalarni to'g'risida kariyis kasalligi to'g'risida qiziqdim-da. Sinfdosh o'rtoqlarim bor-da, qassob bolalar. O'shalardan sotsiologik oпрос qilib so'radim. Bitta o'rtog'imiz aytdiki, 20 yildan beri men qo'y so'yaman dedi, bir marta ham ko'rmaganman dedi. Qo'ylarning anaqa tishlari kariyis bo'lganini. Keyin boshqa boladan so'rasam, u bola qo'y ham so'yadi, tuya ham so'yadi, mol ham so'yadi. U tuyaga ham so'yishiga zakaz so'yadi. Tuya bilan qora mollarda stomatit bo'ladi. Odamlardan stomatit bo'ladi. Stomatit bo'lsa biz bilan ishqalaymiz dedi, lekin ularda kariyis bo'lishini ko'rmaganman. Keyin shu to'g'risida internetdagi ma'lumotlar, boshqa kitoblardan qarab qiziqdim-da. Eng qizig'i shunaqa ekanki, kariyis kasalligi asosan o'sha antroponoz kasalligi deydi. Odamlarda uchraydigan kasallik hisoblanar ekan. Bular kasallanish bo'lar ekan, qo'y hayvonlarda 5-6% dan oshmas ekan. Qizig'i, kelgan bitta qahramon o'rtog'imiz aytdiki, qizuv gapi gapirdi. Bilasanmi nimaga deb? Nimaga desam, chunki bular ko'vish qaytaradi dedi. Mol ham, qo'ylar ham ko'vish qaytaradi. Bo'lishi mumkin, chunki qahramon o'rtog' aytdi dedim. Juda ham katta ilmiy, o'zing bildingmi, bilmadingmi? Men teoriyada bu ham. Men biz odamlar ko'vish qaytarmaymiz-ku. Qo'ylar, echkilar, kelgan mana qora mollar ko'vish qaytarib yotadi. Balkim o'shandan o'z mamlari tozalanib, balkim endi go'sht yemagan, degan o'txo'r-ku bular. Shuning uchun kariyis bo'lmas. Shunaqa qizuv ma'lumot kerak bo'lsa, balkim shu o'tayotganda o'tlar tishini tozalab ketar. Balki bu ham teoriyada. So'linglar bilan aralashib.